Ko'pchilik kista bilan o'sma bir xil narsa deb o'ylaydi, lekin aslida ular butunlay boshqa narsa. Assalomu alaykum. Bugun kista va o'smalarning qanday farqlash haqida tushuntirib beraman. Bir daqiqada buni tushuntirishga harakat qilaman. Kista bu ichida suyuqlik bilan to'lgan bir bo'shliq, ya'ni pufakcha. O'sma esa zich hujayralarning nazoratsiz bo'linib ko'payishining natijasida hosil bo'lgan zich tuzilma. Kista odatda suyuqlik bilan to'lgan bo'ladi. Unga masalan teri ostidagi yoki tuxumdondagi kistalarni misol qilib keltirishimiz mumkin. O'sma esa hujayralarning o'zidan iborat bo'lgani uchun qattiq zich bo'ladi. Kistalar ko'pincha yaxshi sifatli bo'ladi. O'smalar esa yaxshi yoki yomon sifatli o'sma bo'ladi. Ya'ni yaxshisi umuman odam tanasiga zarar tegmaydi, lekin yomon sifatli bo'ladigan bo'lsa, u butun tanaga tarqalishi va boshqa kasalliklarni, og'ir asoratlarni keltirish xavfi bor degani. Kistalar ko'pincha yallig'lanish jarayonida, ya'ni yoki bez yo'lining berkilib qolishi, masalan, qo'ltiq ostida, teri ostidagi ma'lum bir bezlarning yo'lining berkilib qolishi natijasida hosil bo'ladi. O'smalar esa hujayralarning noto'g'ri, ya'ni genetik jihatdan buzilishi natijasida, ko'payish natijasida hosil bo'ladi. Tekshiruvlarda esa kista odatda ultratovush tekshiruv ostida yumaloq, suyuqlik bilan to'lgan, lekin o'rtasi qora holatda ko'rinadi. Bu o'sha suyuqlik bor degani. O'sma esa tekshiruvlarda qattiq massa ko'rinishida bo'ladi. Bunda o'sha qora dog' ko'rinmaydi. Shu bilan eng asosiy farqlarni bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Agar tanangizda noma'lum shish paydo bo'lsa yoki tugum paydo bo'lsa, o'zingizcha bir davolash usullari bilan qo'llab ko'rmang. Shifokorga murojaat qiling va tekshiruvlardan o'ting. Zeroki erta aniqlangan tashxis keyingi bo'ladigan yomon asoratlarni oldini olish uchun eng muhim qadam hisoblanadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlaringizga yuboring, like bosing. Ismim Shukurjon, xirurgman. Har kim biror kasali haqida ozgina gaplashamiz. Rahmat.